Uzoq vaqtdan beri o'pkamda shamollash bor edi. Bansalarda yotib davolandim. Televizordan men reklama bo'yicha doktor Alini ko'rib, shu doktor Aliga qadam bosib keldim. Doktor Ali choylaridan ichdim. Doktor Ali siroplaridan ichdim. Hozir 15 kun ichida mana yaxshi bo'lib, o'zimni yaxshi his qilib, oldingi holimga qaytdim. Assalomu alaykum. Men Farg'ona viloyati Quvasoy shahridan keldim. Uzoq vaqtdan beri o'pkamda shamollash bor edi. Bitta o'pkamni yarmisidan ko'pini shamollatib olgan ekanman. Uzoq vaqt bansalarda yotib davolandim. Televizordan men reklama bo'yicha doktor Alini ko'rib, shu doktor Aliga qadam bosib keldim. Doktor Ali choylaridan ichdim. Doktor Ali siroplaridan ichdim. Keyin mazlaridan oldim, o'zimga kelib, hozir 15 kun ichida mana yaxshi bo'lib, o'zimni yaxshi his qilib, oldingi holimga qaytdim. Energichniy bo'ldim, to'g'risi. Menga o'xshagan bemorlar bo'lsa, oyoq og'rig'i, bel og'rig'i bo'lsa, shamollab qolgan o'tkir shamollashlari bo'lsa, o'pkasida, boshqa pochkalarida, yuragida baribir odamda shamollashi bo'ladi. Doktor Aliga kelishlarini men tavsiya etaman. Yaxshi muomalalari, juda nimalari, siroplari, choylari yaxshi ekan. Men 15 kunda mana yaxshi bo'lib, Xudoga shukr o'zimga keldim.